Xayolimiz kiyim-kechak, taqa-puqa, balo-battarga bizni xayolimiz shu. Dunyoning narsasi bitta masala bor. Dunyoning narsasi eskiradi. Zamondan qoladi, keraksiz bo'ladi. Mana hoji akalar 15 yil, 20 yil umringizni ketkazib imorat qilgansiz. 1 yili devori, 1 yili tomi, 1 yili ko'chasi, 1 yili eshik derazasi, 1 yili poli, 1 yili tomi ni qilib 15 yillar yig'ib yemay, ichmay harakat qilib imorat qilgansiz. O'g'lingiz katta bo'lib nima dedi? Imorat bo'lmaydi bu. Bu zamondan qoldi-ku bu. Bu imoratga yashab bo'lmaydi. Buni yiqitish kerak, qayta qurish kerak deyapti. Shundaymi? 15 yil, 20 yil umr ketdi-ku shunga. O'g'lingizga Xudo beryapti, nima qilyapti? Bittada yiqitib, bittaga quryapti. Qavatma-qavat quryapti. Alhamdulillah. Rahmat sizga. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Dunyoning narsalari xuddi mana shunday. Eskiradi, zamondan qoladi, keraksiz bo'ladi. Hoji onalar vaqtida do'kondan navbatda turib olgan latta puttalaringiz bor-ku, qizingiz nima deyapti? Puf bu deyapti. Bu zamondan kimga kerak bu deyapti bu. Buni parda ham qilib bo'lmaydi, dasturxon ham qilib bo'lmaydi, buni birovga sovg'aga ham berib bo'lmaydi deyapti. O'shani siz oyligingizni yig'ib do'kondan navbat turib o'shani olgansiz. Aniq bitta masala bor. Dunyoni xohlagan narsasi eskiradi. Zamondan qoladi, keraksiz bo'ladi. Xudo o'sha paytda o'zimizga bersin. Nevaramizga, qizimizga, hammamizga Alloh taoloning o'zi bersin. O'sha paytda bersin, kerakli vaqtda bersin. Chunki Alloh haq subhanahu va taolo bandasini yaxshi ko'radi. Bandasiga ayni kerak vaqtda, ayni kerak narsani Alloh taoloning o'zi beradi. Alloh taolo faqat banda Xudoga tavakkal qilsin.